qishda oladigan daromadingizdan voz kechishingizga to'g'ri. Juda ko'p tajribasiz quruvchilarni videolari ijtimoiy tarmoqlarda aylanyapti. 1 qavat, 2 qavat, 3 qavatli issiqxonalarni qanday tayyorlash bo'yicha. Birinchi qavatini plyonkadan tayyorlab, ikkinchi, uchinchi qavatini umuman ochilmaydigan oddiy simlar bilan yopib qo'yishyapti plyonkani. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Quyosh nuri juda ham muhim hisoblanadi o'simliklar uchun. O'zini protsenti bor. Agarda quyosh nuridan energiya ololmaydigan bo'lsanglar, ichkaridagi o'simliklar rivojlanishi avtomatik to'xtaydi. Har qancha unga udabreniya bering, oziqalar bering, baribir foydasi bo'lmaydi. Birinchi o'rinda yorug'lik juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun bu yechimni Xitoy, Koreya, Yaponiya davlatlari allaqachon ixtiro qilish bo'lgan. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biza YouTube kanaliga kirib ko'radigan bo'lsangiz, bu haqida juda ko'plab ma'lumotlar berganmiz. Agarda siz sifatsiz plyonkalardan, sifatsiz ochilmaydigan mexanizmlardan foydalanib yopib qo'yadigan bo'lsa, qishda oladigan daromadingizdan voz kechishingizga to'g'ri keladi.